Çok hurmatli kuzatuvchilar, hamda barcha ko'p-ko'p xush kelibsizlar kanalimga. Men sizlar bilan Sirojdan. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xush omading kanalimdan Avzor TV. Do'stlar aziz, ma imroz mol bozori Sharqda qaror berdik. Marhamat. Like azerken do'stlar aziz, obuna shaving. Hozir batafsil narx-navosh qatish shinoshmagan do'stlar aziz. Imroz kamtar dertar omadon. Hozir shumoda batafsil ko'p gashti bozor bo'lgan, syomka etib shumoda ma'lumot beramiz. Bu like azerken ko'raqdi. Azat, sal kechroq keldim gashti bozorga. Hozir qo'limizdan kelgancha bitta syomka qilib marhamat, like bosinglar, obuna bo'lishni unutmang. Aziz, yaqin Salador ishlasar ekan. Azar, mana shu sog'in sigirlarni syomka qilamiz. Hammasi tuqqana. Buni hammasi joydagi do'stlar aziz, narx-navosh qatish ekan. Bu qanchadan bular? 26. Mana bunisi 26 ming so'm. Biz 6000 so'm deysiz. Kalaydi. Gusalashayn, oltay bolasi. Mana bunisi nima ekan? Bularchi? Bu ham 26 ming deyapti. 26 mingdan mana. Eng arzoni qancha? Arzoni. Arzoni 19 ming. 19 ming so'm arzoni. Bizda 1000 so'm arzon shay do'stlar aziz. Qiymat nechi pul? 8000 so'm. Bizda 8000 so'm qiymat shay do'stlar aziz. 28 ming so'm qiymati. Mana shu buzoqliq sog'il sigirlar nechta xohlagani WhatsApp nomeringiz bor ha? Mana shu o'z nomerni qoldirib o'tamazlar. Kimga shuni sog'in sigir kerakmi? Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Noqilasiz mana. Xohlagan moldan olib beradi. Telefon nomeringizni ayting aka. 92 92 027 027 75 80. To'g'ri ham ayting qaraman. Navodo 0 7 75 Hamma nomerda zangimizdan endi so'raysiz. Hammash Salador aydi. Hammash sherdor aydi. Shirish hamma joydagi, ya'ni chanta bo'sha hamma joydagi. Marhamat. Marhamat. Olib ketamiz. Bu qancha bo'ldi aka bu? Necha? 20000 so'm. Bozor savdo qada? Savdo qada bozor? Bozor hafta و 600 qadaysiz. Uni hafta 600 so'm qadaysiz. Aziz. 20 ming so'm ekan. Hafta و 600 ga 17600 ga bermabdi aziz. Hayda. Hayda. Chansib shit akay. Yozdanim. Mana do'stlar aziz, yozdanim 1000 so'm bozor qaraysan ekan. 11,5 qilyapti akajon. Aha. Biz o'qishcha 1 hafta bo'ldi. Aka ikkinchi turishi. 5 litr sut garantiya. Mayda mol aka, katta molni jobini beradi aka. Bir haydayman. Ma'lum aka, poli hozir sog'may, suti sotilgan aka. Biz o'qishcha. Mana ketdi qara. Aka nomer telefonni qo'ying, adresni qo'ying aka. Bo'g'oz enabala farqi yo'q. Libos Nomer telefonni ayting. 93 aka 505 77 57. WhatsApp hamma narsa bor akajon. Dastavka uchiga. Tamomiy Jumhuriyat Tojikiston aka. Bu yerga Aybojdan, bu yerga Lelobodgacha dastavka qilaman aka. Savdo pishta aka. Gap yo'q, rahmat. Liboy namun mol so'beramiz. Karpat va shved va alla va ho'kiz va g'inojindan farqi yo'q aka. Xohlagan molingizdan topib beradi akamiz mana. Mana shu akamiz bo'ladi. Bemalol topib beradi. Shu faqat shu bilan shu. Ho'kiz aka. Faqat chavzaydi sanasiz. Yozdanim azor. Bir hafta bo'ldi aka. Mana savdangizni bersin. Xo'p. Nechi pul bo'lyapti aka bu? 30 ming deyapmiz. 30 ming somon. Senasi yerga tegaman deyapti. Savdo bo'lar ekan, haqiqatan katta ekan. Qancha suti bor aka buni? 5 litrdan ko'p bir sovg'a. 5 litrdan ko'p suti bor deyapti. 5 litr ziyod shu yer metamegan aziz. Bolasi xinojimi? Xinojin akamiz. Nechinchi bolasi bor? 3-chi bolasi. Mana 3-chi bolasi. Same gusalashadi do'stlar aziz. 20000 so'm deysiz. Bozor nechi pul qildi? 25. Bozor 25 qildimi? 3000. Mana 30 ming so'm deyapti, 25 ming so'm bozor savdo qildi. Biz 5000 so'm bozor savdo qilgan nazarda. Qancha bo'ldi aka bu? Hafta 1000 so'm deysiz. Gusalash bu qancha? Xinojin moday, xinojincha aytsangiz. Bozor chankada? 16800 bozor narx qiladi. 13800 so'm bozor so'rabdi. Chandim gusalashay? Chorum gusalashadi. Chorum gusalash. 4-chi bolasi ekan. Chanqa shermet aka.
6 litr. O, 6 litr şir metan. Mana. 6 litr şir metan. Xo'p, bunga kelamiz. Aka, qancha bo'ldi bu? 13 ming somon. Senizda 1000 somon kutaysan neyra? Bu qachon necha kunlik bo'ldi tug'gani? 2 kun. Do'ruzlar bo'ydagi shay. Senizda 1000 somon kutasiz. Nechinchi bolasi? 6. Mana haqiqat bor ekan-ku, 6-chi bolasi ekan. Mana 6-chi bolasi azar. Haqiqat yaxshi ekan. Shashim gusalash ham ekan. Yaqin borami bozorda daromada, yaqin bo'ldi tushunay desam, shashim gusalash ham kutaysan. Mana Dayni mazur jo'p pul girisham gi. Dahani mazor so'm girish ha. Nomer telefon abu aka. Nomer telefon cha. Dabzano. Oy, merhaba o'qiyim. O'z klienti Turg'on joyi bekami. 985, aha. 28 70 58. Dayni mazur logo kasbiora dastavka. Dando nadura. Protez memoni hiç problem yok. Çanka şer meta. 5-6 litr şer meta da yetiştiririz. 5-6 litr süt verir. Ades. Dayni mazur. Ya mesela. Xo'p, mana azlar managa kelamiz. Qancha bo'ldi bu? 12 ming deyapti. 12 ming somon. 12000 somon kutaysiz. 12000 somon. Bozor qancha qildi? Yozda o 500 savdo qilsam ekan. Sizlar gamnesayni yozda 500 savdo qilsiz. Qancha bo'ldi aka bu? Ha? 14 ming somon qisirma bu. Bo'zmi? Semoha bo'g'iz amiga 4000 somon qilsiz. Bozorcha necha pul qildi? 13 ming bo'ldi. Aha. Senizda 1000 somon ham persidamiga 12700 somon persidamiga nabdaymiga. Yo'q, bu Sinash qayoq desasiz? Bo'lam sut berar. Bo'lam sut berar ekan. Qayda bachalarsizlar? Shart traktor uchastka bachalari mana aka bachang. Gap yo'q, malades. Xo'p, aka qancha bo'ldi bu? 14 ming somon. Mana. Cho'rda 1000 somon kutaysiz. Bozor qancha qilyapti aka? Bozor 13.2 ga to'xtadi. 13.2 ga to'xtabdi. 13200 ga. Senizda 1000 desasimda man ishitmagan. Oxiron senash narx. Mana. Arxidimi? Nechinchi bolasi bo'l aka? 3-chi bolasini. Sen gusalashay. Sen gusalash. O sherdormi bu? Pasta egonta. Mana bu yerda bitta bor ekan. Qancha bo'lyapti aka? 12 ming somon. Mana 12000 somon kutaysiz-a? Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Duyum yaqin gusalashadi tushunasiz. Mana. Qancha sut bor? 4 litr sher garantiya ekan. 4 litr sut bor ekan. Bozor narx qildimi yo'qmi? Qancha? 11,5 ming somon qilyapti ekan mana. Yo'zdani 1000 somon persidam ekan. Oy naxardayız. Avzor TV. Ha. Hoca selam aleyküm. Chansım şey? Yozda. Yozda 1000 somon. Bu kız ya? Ha. Va qisra. Shermeta o'zi ya. Hozir ham shermeta demek do'stlar aziz, ne? Qisra mı? Bozor narxida? Ne 1000 somon bozor savdo qiladigan narxga. Ne 1000 somon. Xo'p, mana g'unojin damay. Salom alaykum. Chansım işte aka? 10,000 somon g'unojin. Ich chans olay? 2 sola nashi demek 10,000 somon. Bozor narxida? Ha, 10,000 desasın bozor narxida. Bu g'unojin qancha bo'ldi aka? Ha, bu qancha? Nech pulga? 7500 ga sotildi. Haftaning 1000 somonda frukt tayyorlashadi do'stlaringiz. Bu qancha? Bu qancha bo'ldi aka bu? 15 ming somon. Murabbiy topildimi yo'qmi? Ha? Qayerda ekan? Ya? 15000 somon kutaysiz do'stlaringiz. Bozor narxidami? 12 ming somon bozor so'rabdi. 12000 somon bozor persidam ekan. Bunisi-chi?
10.000 somon. Qisirma bular. 10,000 somon megaydi. 8,000 somon bozor narxi keladi. Bu qancha bo'ldi aka bu? Bunojimmi? Bunojimcha. Nech pul? 6,5. 6,5 ming somon. Mana shashini bozor somon desasiz. Bozor qancha? 8gacha davr ko'tarildi. Mana 58 gacha ko'tarilibdi mana. Qancha zo'r 8tasin bozor narxi ko'rsatdi ekan. Xo'p, mayli barakasini bersin aka. Mana bu yerda bitta qonojincha bor ekan, chotki. Aka qancha bo'ldi bu? 10 lira bu. Chans- Ben veremiyor topar ha. Chansizsiz. Aka muhtaç görsün. Ne taşçısın? Nihni mazor somon desan endi. Alo. Nihni mazor. Bozor pirsida ekan. Nerede saç? Nihni sar bozor pirsida ekan. 9.200 so'm qildi. Qancha bo'ldi aka bu? 6,5 ming somon qonojincha. Mana shashini mazor somon desasiz. Bozor qancha qildi aka? 67? 2. 62 qildi. 6.200 so'm. 6,000 desasin bozor keladi. Siz chansizsiz işte. Haftani mi bunlar? Buni haftani mazor somon desasiz, bozor chankada. Hafta düşaş. 66. 6,000 600 bozor pırsı demek. Hol ne kadar deyim ben. Xo'p, mana bu qachaga kelamiz. Qancha bo'ldi aka bu? Ha? Nech pul bo'ldi aka? 11 ming somon. 10 ming somon beradi deyapman. 10 ming somon beraman deyapman. 10,000 somon metrga tesa yakas. Mana. Xo'p. Mana bu yoqqa kelamiz ana. Gashti bozor zo'r ekanda, qarang. Teqa shot joyda olib ketaverasiz azizlar. Nech pul bo'ldi bu? Qanchaga? Qanchaga ketdi aka bu? 10 ming 50. 10 ming 50 ga ketdi mana. 10,050 so'mda furuqtaydi sanasi. Akay muydin furu. Mana. Ha? Ha, mana Gabi молодец. Omadingiz bersin. Qancha bo'ldi aka bu? 14 ming somon. 14,000 somon ketadi. Mana. Bozor qancha qilyapti aka? Ha? 13 ming somon so'rayapti mana. 8,000 somon pirsida istamaga desangiz. Necha yashar bo'ldi aka bu? 10 oylik ha? 10 oylik. Dahmoha emaga desangiz. Mayli barakasini bersin. Qaysi nech pul u? 9 ming. Oha. 9 ming somon mana. Bozor qancha qilyapti? 3 ming? 3 ming somon so'rayapti deydi mana. 8,000 somon pirsida emaga. Xo'p, mana katta buqachalarni ololmadik, kechib ketdi endi. Qo'limizdan kelgancha olib ketamiz hozir. Qo'limizdan kelgancha olib ketamiz. Mana xo'p, bitta buqacha bor ekan mana yerda. Qancha bo'lyapti aka bu? Chansizlar? 25 ming somon. Biz 5,000 somon desasiz. Bozor 20 ta kemadi. Ha, 20 ming somon bozor so'rab ketibdi faqat. 20,000 somon pirsida rafniga desangiz faqat. Mana. Necha yasharlik bu? 4 yashar. Chor so'laymi desangiz? 4 yasharlik. Qancha bo'ldi aka u qiz? 5 mingda ko'ryapti. 15,500 da. 15,500 deyapti akamiz. 15 ming somonni ko'ryapti bozor dedi. 15,500 so'm dedi esamiga bozor desangiz. Mana. Nadamat kadam tadarko bo'sha. Qilib buqacha. Polnik shot syomka qilsin. Ha. Obzor tadarka. Necha yashar bu aka? 1,5 yosh to'ldi. Mana yakinin sola shidaymaga desangiz. 1,5 yashar to'ldirdi dedi. Ma'zur. Ha. Shukr, bo'ladi. Rahmat aka. Qildim, syomka qildim. Ha. Uroqdilar, bilmayman mollarni. Xo'p, azal, endi Pramoy mol bozoriga kirib, qo'y bozoriga kirib ketamiz endi. Xo'p, nech puldan bo'lyapti apa? Qanchadan bo'lyapti? 4,5. Qaysi 4,5? 1450, 1,5 shunday. 1,5 ming somondan 1450 so'm aka mana 1,5 ming somon. Yakini bozor somon ham ega desangiz. Mana молодец. Omadingiz barakasini bersin. Xo'p. Qancha bo'ldi baracha? Ha? 22 mana. 2200 so'm deyapti hozir. Hozir desasizmi desasiz. Bu qancha bo'ladi?
1900 dan ekan bu. Hozir uni sasimi. Baracho. Xo'p, bu qancha bo'ldi aka? 2 so'mdan. Mana. Bu samoniya desangiz. 2000 samoniya. Egasini nima qilasiz? 2000 samoniya. Ye chansi ichida? 2000 samoniya ham desangiz. Mana. Bu necha oylik bo'lgan aka bular? Toshnisini bilmaysan? Toshnisini akam bilmaydi ekan. Xo'p, qanchadan bo'ldi aka? 2dan deyapmiz. 2000 somona, 2000 somoniya desangiz. 1850 dan so'rayapti. 1850 dan. Hozir 85 so'm pursi desam kerak desan. 2000 somona mega. Xo'p. Sog'liqlar qancha bo'ldi bular? Zo'rmisiz? Bular zo'r. O'zini qo'ylar 4000 dan. 4000 somona, 4000 somona mega ana akam desangiz. Ha, 4000 somona. Qaysi bolasi uni? Mana shumi? Mana bolasi mana 4000 somona mana bu qishqacha ekan. Hammasi so'rma. Bozor so'rayaptimi? Qancha? 1600 dan. 1600 dan o'zini so'rayapti. Mana 1600 dan o'zini ham sotar ekan. Hozir shashtasimi ham furib furishimiga qarshi adil. Xo'p. Mana qo'shqorni qaranglar. Shoxi chiroyli-da buni shoxi. Qancha bo'ldi aka bu? 4,5 deyapti. 4,5 somon. Hozir shoxini qarang. Muomilasi bu. Chorli mazor somon mega, bu muomala meshava. Pirsidagonchi. Suyushaq, suyuhaq, siyahaq. Mana har xil pirsida mega, suyushaq, siyahaq. Pirsida mega. Bu parvi bu haqiqatan parvi aytsangiz, hammash ustixonalar, chishnadir. Hansolar. Hansolarda cho'lan. Oylar oldi. Hop. Nega kirib ketamiz? Mana qo'shqarni olamiz, katta qo'shqar. Aka qo'shqar qancha bo'ldi aka? 5000 somon. Necha yashar bo'ldi bu? 3 sola? 3 oylik? 4. 4 oylik ekan. Chora bilaman shuni? Chora qo'shqar ekan. Bozor so'radimi? Bozor 4900 qildi. 4900 so'm bozor so'rabdi. 5000 so'm o'taysiz, 4000 narsasin bozor pirsida ekan endi. Cho'rsolar. 17dan bermadim shu ikkalar. Qancha bo'ldi aka bu? 3000 somon. 3000 so'm o'taysan endi. Bozor qancha qildi? 28. 2008 bozor pirsida ekan desangiz. 2800 so'm bozor so'rabdi. Xo'p, Ibrohim akamizni ham olib ketamiz bundan. Ibrohim aka mana, zo'rmisiz? Sog'ligingiz qancha bo'ldi aka? Va alaykum. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Zo'rmisiz? Bo'ladi, zo'r. Qancha bo'lyapti aka bu? 5000. 5000 somon deyapti mana. 5000 somon kutasiz. Necha yashar bu? 3 yashar bo'pti mana. 5000 somon akalar. Buni ham 5000 somon. 5000 somon aka. Bulan 5000 somon, bulan 5000 somon deyapti. Bozor qancha qilyapti? 3800 qilyapti. 3800 so'm so'rayapti dedi. Aka, mana shu bilan yuqori orasida yomon katta farqi bor-ku. Axta. Bu axta. Shu sababli 5000 so'm. Buni ichidan javob. Ha, 5000 so'm kessa hay. So'yib shay. Aka, siz ham syomka qilaysiz. Meni molimni pastga urib olmaysiz-a? Mana yoqqa gapirmang undasi keyin borib boshqa qilyapsizmi? Ha, bajir qo'yamiz hozir. Tag'in nech pul bo'ldi bu? 3000 somon, ha, hozir so'raman. 3000 somon aka, hozir so'rab akamiz o'zi. Ikrom aka bak qarang, nech pul bo'ldi bu? Xo'p, mana endi ketaman tomonga. Qancha bo'ldi aka? Qancha berasiz? Nech pul bo'ldi? 2000 somon mana. 2000 somon desa deyapsizlar. Bozor so'radimi narx? Qancha? Biri 9 so'rabdi mana. Hozir narsasin bozor pirsida ekan. Qancha bo'ldi aka bu? 2000 somon. 2000 somon. Qidish toqa. Toqa 2000 somon aka. Bozor so'ragayapman narxini aka. 1800 so'm bozor so'rabdi. Hozir 80 so'm pirsida ekan. Mana yana olib olib qo'ylar. Qancha bo'ldi aka bu? 3,5 ming somon. Sevini mazor somon desan endi. Baracha shqati. Xo'p, mana barachalar bor ekan. Qo'limizdan kelgancha so'raymiz. Qancha bo'lyapti aka bular? Bular 2000. 2000 somondan, ha. 2000 somon ekan. 2000 somondan. Aka bu qancha bo'ldi? Bunisini 27 ga beraman debdi. 27 ga berib ber aka mana. 2000 hafsa so'mdan metamaga desan. Qanday qo'y? Dusoq qo'y. Ha, burada qilib qo'y ekan. Dusoq qo'y dedi. Yoch qo'y ekan. Nech bo'ldi echki aka?
Aytishga 1200. 1200 so'm aka mana. Hazır desas so'm aka. Bozor so'radimi shuni? Qancha? 1050. 1050 so'rabdi mana. Hazır 50 so'm bozor pirsida aka. Hop. Mana ketyapti. Hop, mana mollar aynalmasiga. Mana shu qo'zini olaylik. Qancha bo'ldi aka bu? 3 ta. 3000 so'm. 3000 so'm tasanadi. Qancha bo'ldi bu? Hazır 800. Hazır 800 so'm edi. Bozor pirsa aka. Hazır 700 so'mda qush qo'rshanadi. Gavles aka. Salomat bo'lsin. Gavles malol. Ey bo'la. Ha. Ha biroz suqan qilingizlar. Suqan qiling o'zingiz endi suqan qiling gapirgan bo'lsangiz. Ey, so'z navbati sizga bugun olish bor-ku. Gapiring. Bugun olish bor, gapiring. Ey aka, gapiring endi. Bo'la deb chaqirib olibdi, gapirmaydi o'zi. Qayerda bo'ladi olish? Kalelinda, Qabadenda. Bu echki qancha bo'ldi, tog'a? 2000 so'm mana. 2000 so'm. Bunisi-chi? 1000 so'm aka bunisi. 3000 so'm ekan. Bu bolasi bormi, o'zimi? Bo'g'azmi? Bo'g'az ekan. Xo'p, bu qancha bo'ldi aka? Ya gafsa shakilta qo'y. Buni hazır 700 so'm ekan. Bozor chankada? Bozor yoki 400 yoki 500. Yoki 400 yoki 500 bozor pirsida esa 1.5 ming so'm, 1.4 so'm bozor so'rayapti. Mana endi shuna chiqib ketamiz. Qancha bo'lyapti inal bo'ladi? 1.5 ming so'm. Yakiniy bozor so'm berasiz. Bozor so'radimi? 1150 so'radi. Bunda 1150 so'm bozor so'rabdi. Hozir yaksari 50 so'm bozor qilyapti. Men chiqib ketamiz. Qancha bo'ldi aka bu? 1.5 ming so'mga bermadim dedi. Yakiniy bozor so'm bo'ldi. 1.5 ming so'mga bermabdi bu. Bozor qancha qilyapti? 1.5 ming so'm. Oldini ko'taramiz, 25 kilo go'sht bor. Qancha go'shi bor? 25 kilo. Malades. Savdangiz barakasini. Qancha bo'ldi aka? Bu 3,5. 3.5 ming so'm. Sevini bozor so'm o'tasiz. Xo'p, bozor qancha qildi? 3000 so'm bozor so'rabdi uni. 3000 so'm pirsida ham ko'rsangiz. Shoq shapini. Chiqlar. Qanchadan bo'lyapti bular? 1700 dan deyapmiz. Ha, 1700 dan. Aha. 400 dan so'rayapti. Muomalasi bor. 900 dan so'rayapsizmi? Mana 900 dan akam so'rayapti. Mayli, qo'lingizni ko'rsatyapman-da. O'zini ko'rsatdim. Ha, mana. Qani ikkita qo'chqar? Mana qo'chqar. Ha, ikkayam qo'chqarmi aka? Ha. Xo'p. Qancha bo'ldi tog'a bu? Ha? Meniki emas bu. Sizniki emasmi? Akamniki emas ekan, ushlab turibdi baq. Chansi ishlaydi. Ha? Yalnız egasi ham yo'q ekan. Hozir qo'limizdan kelgancha endi chiqib ketamiz aka shu yoqqa. Bu qancha bo'ldi aka bular? Qaysi aka? Mana shu. 2,5. Mana 2.5 ming so'm. Do'yini bozor so'm tashlaverasiz. Bunisi-chi? Burası 2200 so'm aka. 2200 so'm. Do'zada dasasın, guftaysiz. Bu necha oyliklar bo'ldi aka bular? Dekabrskimi? Oktyabrsk. Oktyabrsklar aka bular. Burası dekabrsk. 3 dekabrskmi? Mana ke qo'ldan kelgancha bosib chiqib syomkani hozir. Sog' bo'linglar. Ha, salomat bo'linglar. Dekabrskdan olib Bu qancha bo'ldi aka bu? 94 so'm bo'ldi. 3400 so'm. 3400 so'm tesiz. Mana sizga ham olib qo'yaman aka mana. Mana kengari qo'yog'ani qo'y sotyapman. Gap yo'q, gap yo'q. Malades. Mayli, omadingiz bo'lsin. Mayli. Sog' bo'ling.